Spirtli ichimliklar potensiyaga yordam beradimi? Ya'ni jinsiy quvvatni oshiradimi? Ko'pchilik bemorlarim yonimga keladi. Doktor, men deydi, spirtni ichsam deydi, zo'r bo'lib ketaman deydi. Ha, qani qachongacha zo'r bo'lar ekansiz deyman. Bir kun ichadi, 2 kun ichadi. Boshida 100 gram, 200 gram, 300 gram, uje dozasini ko'paytirib boradi. Ko'rdingizmi? Boshida yordam beradi 100 gram. Keyin 200 gramga o'tadi, 200 gram yordam beradi. Keyin 200 gram yordam bermaydi. Keyin 300 gramga o'tadi. Bu yog'iga keyin 0, ereksiya ketadi. Ya'ni bu battarlashib ketadi. Bu vaqtinchalik yordam berishi mumkin, lekin sizni battar jarlikka olib boradi. Shuning uchun buni konkret sababini topib davolash kerak. Agar sizda jinsiy quvvat pasaygan bo'lsa, maslahatim androlog ko'riga uchrashing. Aytgancha, mana shu jinsiy quvvatni uy sharoitida oshirmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Buning uchun profilimga o'tasiz. Profilimda shapka bor. Mana shu shapkasida silka bor. Mana shundan operatorimga mini darslik deb yozib qoldirsangiz, sizga atiga 10 ming so'm evaziga uy sharoitida testosteronni oshirish, jinsiy quvvatni yaxshilash bo'yicha mini darsligimni tashlab beradi. To'g'ri eshitdingiz, 10 ming so'm. Lekin mana shu kursdagi ma'lumotlar kamida $100 ma'lumot bor va mana shu mini darslikdagi aytganlarimni hammasini qilsangiz, sizda jinsiy muammo bo'lmaydi. Albatta, qilib ko'ring. Mana shu videoni testosteroni past, jinsiy quvvati past do'stingizga yuborib qo'ying va отметка qilish esdan chiqmasin.